Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrli yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldin qismda Xalidaning ish o'rnidan bo'shatilgandan keyin yo'ldoshi Maqsudning ota-onalarining yoniga qarab safarga otlangan yerlarni o'qigan edik. Endi davomini o'qiymiz. Bir haftalik mushaqqatli safardan keyin Urumchiga yetib keldik. Bu mening kindiq qinim to'kilgan shahar. Dadam mushu yerda medikarchilik qilib, yo'l ham pul topgan. Durbun bilan shaharni qo'ymay aqtirib opamni topgan. 2 ocham bilan men mushu yerda tug'ilgan. Bu yerda g'amsiz o'quvchilik davrim, tunji muhabbatim, nurg'un kulka va ko'z ishim qolgan. U menga yanada hammadan illiq, mehrli ko'rinadi. Urumchida Navri Hadamning uyida 3 kun turib, Abnum rayonluq partikomining arziyat ishxonasiga arzimni tashlab, bolalarim ilib ota-onamning oldiga ketdim. Yashangan ota-onam bilan oralla kun ilayotgan tuqqanlarimning biz 4 jonni beqib ketgudek holi yo'q ekan. Ayni yillarda o'z puliga bino soldirib, o'qituvchi yollab maktab ochgan. Kolxoz qurib, kambag'allar boqmoqchi bo'lgan Azmat dadam asiga tayinib oralla mang'udek holga tushib qolgan edi. Apamning holimi uningdan qilishmaydi. Ayni yillardagi bu danglar jamiyatning nom sharifi uchib, uning a'zolari bugungi kunda turlik baxtsizlik, o'ng'ussizlikni boshdan kechirmoqda edi. Men 3 balam bilan bu yerda turib, bu baxtsizliklarga yangi mazmun qo'shishni xohlamaydim. Bu yerdimi uzoq turmay G'uljiga qarab yo'lga chiqdim. Angacha qishmi kirib keldi. G'uljiga tushgan kunimiz lapildab qor yog'yotdi. Cho'ngi 6 yosh, kichigi 1 yoshlik 3 balamning birini ko'tirib, ikkisini yetilab qorong'u tushib ketayotgan qorliq ko'chada tamtarab yurgunim esimga kelsa, hozirmi ko'zimga yosh keladi. Ta'limimizga o chaqlarda odamlar hozirqidan ko'p insofli ekan. O'tira yoshlik bir odam bizni shahar markazidagi pokiz bir mehmonxonaga boshlab opirib qo'ygan edi. Әтсі әттегенде yana bir kütkichi ayol bizni biz barmoqchi bo'lgan yezining traktoriga o'ralashtirib qo'ydi. Traktorda kishilar bolalarim to'ngib ketmasin deb quchoqlariga ilib o'tirishqa edi. Qiyin atam va uning oilasizliklar 8 jon odam bo'lib, 2 eg'izlik kichik uyda qisilishib yashaydi ekan. Biz to'timiz qiyin anam 2 qizi bilan turadigan uyga sig'ilib kirdik. Qistongchilikdan kechisi uyan-buyan o'rlanmaydik. O'rilmoqchi bo'lib midirilsaqla o'rnimiz yo'q bo'lib ketadi. Hatto o'ltirg'idakmi yer yo'q edi. Yaxshiri bolalarim texi kichik bo'lg'ashqa birining putiga biri beshini qo'yib uxlayveradi. Ular bu qistongchilikqa ko'nibmi ketgan edi. Hammadan yomoni sopun normali ham qis bo'lganlikdan kiyim-kechak yotgan ko'rpalarimizni xohlagan chaqda yuyolmaydik. Yuyinish texmi mumkin emas edi. Vaqti-vaqtida yuyinib kiyimlerimizni yengushlab turolmaganlikdan hammamizni pit besib ketgan edi. Ertadan kechgacha kurt qilib tatlayverib badallarimizmi yori bo'lib ketgan edi. Qiyin otamning pensiya puli oz, uyda ayollar ko'p bo'lganlikdan bularning iqtisodiy ahvoli to'liq nachar ekan. Bu yerda ayollar emgak kuchi hisoblanmaydi ekan. Shunga hammamiz uyda o'tirdik. Uy ishi qiyin singlarimdan oshmaydi. Men qilgudek ish bo'lmaganlikdan bolalarim bilan yuk bo'lib qolganligimdan bakmu xijil bo'latdim. Bu yerda qish kunlari qor bek ko'p yog'digan bo'lib, dehqonlar qor suyini eritib ishlatadi ekan. Men pokiz dasalmagan qordan akilish uchun yiroqroq yerlarga boratdim. Qorliq dalda ketib o'tib, yiroq-yiroqlarga qarab vaqirab, yig'lab ichimni bo'shatib olatdim. Men bir o'qituvchi edim-ku. Ni arzu armanim bor edi-ku. Oxir berib mushu chat yezda izdak so'roqsiz holda buruqtirma bo'lib yashash peshonam kutilgan bo'lg'iymitdi. Qachongacha mushundaq yasharman deb ma'nisiz o'tib ketayotgan kunlarimga ichinib hasrat chekatdim. Oxiri chiqmas xiyollar, jafoliq turmush meni qiynab bir tera bir so'ngak qilib qo'ygan edi. Әтияз kunlarining birida Mas'udning shaharda ishlaydigan singlisi erin boshlab ota-onasini yo'qlab keldi. U mening o'ruqlab, qardab, tunug'siz bo'lib qolganimni ko'rib, meni oldimdilar. Dada, appa, hadiya adamga yaxshiroq qarab qo'yinglar.
U bundaq yaşaydigan ayol emas edi. Uning xizmat masalasi hamon hal bo'ladi. Bundaq tashlanib qolmaydi, dedi. Uning bu so'zi umidsizlikda turgan menga g'oyat ilhom va tasalli bo'ldi. Shaharda yaşaydigan bu ayolning va bolalarining pokiz, ratli kiyinishi va yurish turishiga havas qilib, menmu bir chaqlarda mushlardek yashagan ha. Hozir bo'lsa-mu bolalarimni ilib shaharga kirib, biror eg'iz uy ijaraga ilib o'tirsam, ish tepib ishlasam qandoq bo'lar, deb o'ylab qoldim. Ammo bu orzuyimning amalga oshishiga ko'zim yetmaydi. Chunki shaharda mening tunish bilishlarim yo'q deyarlik edi. Ilgirki savoqdosh do'stlarim bo'lsa-mu, ularning hozir qayerligini bilmaydim. Bir qitim Mas'udga telegramma silish uchun shaharga kirdim. Shahar ko'chasida ketyapsam, oldimga o'quvchilik vaqtlarimdagi do'stlarim Marziya bilan Habiba uchrab qoldi. Ularni ko'rib ko'zlarimga ishonolmadim. Shumu emasmi deb yenishlab qaradim. Ular ko'p o'zgarmagan, huzur yasinib olgan edi. Turqidan baxtlik, g'amsiz yashayotganlik chiqib turadi. Ular meni tunimay oldimdan o'tib ketdi. Qandoqmi tunsin? Shu chaqda ichimda bir ovoz: "Mana bu fursatni ching tut!" deyotgandek bo'ldi. Orqamga yenib, ularning oldiga berib salomlashdim va o'zim tunishtirdim. Bu ikki cho'kan ko'zlariga ishonmay: "Voy, sen rostila hadiyami? Nim bo'lib buncha o'zgarib ketding? Hozir nerda turibsan?" deb savollarni yog'dirib O'zimning ahvolini qisqacha aytib berganimdan keyin ular menga yestashlik qilib tasalli berishdi. Marziya o'nmig'inimga qaramay uyiga boshladi. Men uning uyiga kirib bir piyola choy ichmayla. "Marziya, ruxsat qilsang uyingda bir yuyinib olsam", dedim. U shu hamon menga yo'g'on ishkichilik issiq suv, dos, lo'nga, sopillar tayyorlab berdi. Huzurlanib yuyinib, kallamda nurg'un o'y-xiyol paydo bo'ldi. Ishonchmi paydo bo'ldi. Chunki men bu yerda do'stlarimni topgan edim. Bir haftadan keyin Marziya bilan yo'ldoshi bir kala harvusda meni shaharga ko'chirib kirdi. Ular bir eg'izlik uyni ijaraga ilib tayyorlab qo'ygan ekan. Men uyni tozalab, supiga zig'ir paxili yeyitib, ustiga yo'g'on kigizimni soldim. Birdan-bir yog'och sanduqimni to'rga qo'yib, ustiga yotgan ko'rpalarimni tizdim. Ang'icha Marziya bilan Habiba qozon, ambal, qing'roq, dos, chilak, cho'gun degandek narsalarni ko'tarib kirishdi. To'yimizda olgan Anarguli nusqiliq gilamni atvorlab saqlab kelyotdim. Amalning yo'qidan uni sitib, un, may va boshqa kam kuslarni to'liqladim. Ammo pulimning oz qilishiga agishib, bu notuni shaharda bolalarim bilan qandoq yashash g'amimini tamtirtishga boshladi. Hamma narsa normalik ta'minlanadigan u zamonlarda bizda qarinopuslarning jon boqmog'i bekmu mushkul edi. Uning ustiga shaxslarning ushshoq savdo setiq bilan shug'ullanishi qattiq cheklanadigan bo'lg'achqa, qorong'u bozordan setib olay desangmi, topqili bo'lmaydi. Tepilsimi bahosi odamni cho'chitgudek qimmat edi. Do'stlarimning maslahati bilan shaharlik partkomning bir rahbarini izlab bordim. O'z ahvolimni aytib, bizni yeza nupusiga bo'lsa-mu kirgizib qo'yishni iltimos qildim. U kishi birdam o'ylanib: "Sizlar amga kuchi hisoblanmaysizlar. Shunga yeza nupusiga kirgizish bektas. Eng yaxshisi sizlarga vaqtliq ta'minot kinishkisi hal qilib berayli. Vaqti to'ssa yana ulab bijirib beramiz. Mushunda qilsak bir mezgil qiyinchiliginglar hal bo'ladi. Keyingi ishlarni keyin ko'rmaymizmi?" dedi. U kishidan bekmu minnatdor bo'ldim, ammo minnatdorlikni qandoq izhor qilishni bilmaydim. Ta'limga vaqtliq ta'minotimiz hal bo'lib, uzoq o'tmayla o'rmonchilik tajriba punktida qalamcha yetishtiradigan bir ish chiqdi. U yerda bir necha oy ishlab ozroq ish haqqiga erishdim. Bu pul garchi oz bo'lsa-mu, menga 10 yillik uzoq bilingan 2 yildan buyon topgan tunji qitimliq ish haqqim edi. Bu ozg'ina pul menga umidsizlanmay, voysimay, tirmishib, sabab qilgandila nadil bo'lmasin hayotlik yo'lini topqili bo'ldiganligini tunutgan edi. Ko'chatxonning ishi oxirlashib bekor qilib edim. Yaqin atrofdagi bir doktorxonaning ambulatoriya va kasalxonalarni oqartadigan ish borligini anglab qoldim. Do'stlarim meni doktorxonadagilarga tunishtirdi. Shuning bilan uy oqartishga tushdim. Kasalxona uylarini kuniga 7-8 eg'izdan sifatlik oqartib, nihoyat tezda bir yerga apardim.
Kütmegende doktorxonadagi oila tavobatlar ishni sirtdan kelganlarga berguncha bizga bersanlar bo'lmamdi deb talishib, ambulatoriya binosining uylarini o'zlari oqartmoqchi bo'ldi. Ammo birinchi kunila birsining ko'ziga haq kirib ketsa, yana birsining beli og'rib ketib, bu ishmi menga qoldi. Ambulatoriya uylari, zallarni shundoq sifatlik oqartib chiqdim. İş beshidagilar mening ishni ko'ngil qo'yib, astoydil qilganligimni ko'rib, meni og'rib qolgan tozliqchining o'rniga vaqtliq ishlab turishga qabul qildi. Bu halol emgakimning boshqalar tarafidan e'tirof qilinishi edi. Shu chaqda shahar olgandek xushal bo'lib ketgan edim. Kasalxona uylari ko'nroq, taxtayliq uylar bo'lib, xeldan buyon tozalmaganlikdan to'kilgan osh tomoqlarning suyi to'p-to'zon bilan qo'shilib, taxtayni farq etkusiz holga tushirib qo'ygan edi. Koridorda vaqtida to'kilmagan axlatlar yig'ilib turardi. Men yotoqlarni seyrib supurib, axlatlarni to'kib bo'lgandan keyin eriqdan suv to'shib, taxtaylarni yuyib, qirib, paqirtib etdim. Ishik derizlarni, karvatlarni surtdim. Yotqan ko'pirlarni ratladim. Bir necha kunlik tirishchanligim orqali kasalxona haqiqiy kasalxonaga o'xshadi. Bir kuni tug'ut bo'limining doktorlari tug'utxonani tozalab berishimni aytdi. Bu garchi mening ishim bo'lmasmi, ishdan bosh tortmadim. Tug'utxona desa hech bo'lmaganda yo'ruq, pokiz bir uy deb o'ylaydim. Ammo bu tug'utxonaga kirib, sisiqchilikdan burnimni tutuvdishga aran ulgurdim. Taxtay, tug'ut jihozlari, chilak javurlardagi qon dog'lari, buningdagi dasta chilishib turgan buvaqning jasadi ko'rganlarim menga qushxonni eslatdi. Qo'rqqanimdan yurakim og'zimga kaplashib qolgandek bo'ldi. Bolalarim uchun, tirikchilik uchun hammaga yetishim kerak deb tishimni tishlamagan bo'lsam, beshimni burabla chiqib ketgan bo'lardim. Men chiqib ketmadim. Dastaki maynachiliklar to'kib, yerni dezinfeksiya suyuqligi va sopim bilan yuvib tozaladim. Tug'ut jozisi, ustal o'rindiq, ishik derizlarni surtib dezinfeksiyaladim. Buni ko'rib, tashqi kasal doktorlari operatsiyaxonaning ochqichini menga topshirishdi. Shundan keyin operatsiyaxonani men tozalaydigan bo'ldim. Ba'zi doktorlar qilgan ishimga qoyil bo'lib mendan: "Siz asli bundoq ishlarni qiladigan odamlarda qilmaysiz. Ilgari nima ishlarni qilatdingiz? Qayerda edingiz?" deb so'rashatdi. Qayerda edim? Nima ish qilatdim? deb o'z-o'zimga savol qo'yib, o'pkam o'rilib ketadi. Lekin chandırmay kulibla qo'yatdim. Chunki ularning jin shaytonligimni bilib qilib, meni xizmatdan quruq qo'yishidan qo'rqatdim. Tozliqchi ayol ishga keldi. Men doktorxona oshxonasida yordamchi oshpaz bo'lib ishildim. Tamoq pishqanda kasallarning kelishini saqlab o'ltirmay, tamoqni kasalxonaga opirib sotdim. Boqquchisi yo'q, og'ir kasallarga tamoqni o'zim opirib berdim. Oshxonada ish tugisa tozliq ishlariga qarashdim. Bir kuni ambulatoriya zalini surtib Surtkuch cho'ng, og'ir bo'lganlikdan belimni ruslayolmay ingishib qolgan edim. Koridorda turgan kishilar surtkuchning oldidan neri ketadi. O'rindiqda o'ltirganlarmi putlarini egiz ko'tarib menga qulaylik yaratib beradi. Ammo ko'z oldimda turgan ko'nra xurum oyoq kiygan bir jup put zodini midirlamadi. Surtkuch bilan xeyli qistab baqqan bo'lsam mit qilmaydi. Achchig'imda beshim ko'tarib uning chiroyiga olib qaradim-yu, og'zimga gap kelmay dong qetib qoldim. Oldimda boshqa birisi emas, Osim menga qarab kulib turadi. Og'zim tasdi gapga keldi. "Voy, Osim, bu sizmi? Nereden paydo bo'ldingiz?" deb uning qo'liga esilib oldim. Uning kiyim-kechaklari ilgirgidek esil, rətlik bo'lmasmi, ruhiy kayfiyati burunqidakla tamkin, gap so'zlari burunqidakla yumurga boy edi. U o'zini Jamiyat universitetining loyaqatsiz o'quvchisi deb tunishtirganda, dastlabda gapining ma'nosini toza anqirolmay kulgan bo'lsam, keyin o'zining 2 yil ilgirki xizmatidan ayrilib tuvanga tushirilganligini aytib berganda, og'zimni ochib qoldim. So'zlab berishicha, 2 yildan buyon tuqqanlariga eg'irchiq salmaslik uchun umuman o'xshash nima ish tepilsa shuni qilibdi. Qurilishdimi ishlabdi, kondan ko'mir akilib setibmi beqibdi, qorong'u bozor savdosiga aralashibmi beqibdi. Hozir qushxondan kala paqalchoq akilib pishirib sotadi ekan. Kala paqalchoqni akilib uyda uxlab, adalab, pokiz yug'andan keyin kechicha pishirdi ekan. Saharda bozor boshqurishchilar ishqa tushib bo'lguncha setib bo'ladi ekan. Sal avarchiligi bo'lgan bilan kirimi
yomon emas ekan, ham foydasini naq ko'rgili bo'ladi ekan. Yaqında o tunuşlardan meningmi mushu yerda ishkanligimni anglab, bu yerni surishtirib izlab kelgan ekan. Asim hayotimning yana bir qiyin paytida meni yo'qlab kelib, meni savodashlik, do'stlik mehriga cho'mdirdi. İkimiz ayni yili janubda uchrashgan vaqtlarni, Mas'udning qora to'xu sho'rpisining naqadar mazzik ekanligini eslashib birpas kulishdik. Men uningga o'zimning, Mas'udning, bolalarimning ahvolini so'zlab berdim. Umu ayoli va bolalarining gapini qilib berdi. Ayolining xizmati helimi Urumchida ekan. Ikki bolasimi ayolining yenida ekan. Ayoli hozir kasallik dam ilishi bilan mushu yerda turib yotibdi. Bir necha kundan keyin ayol ikkisi uyimizga patik keldi. Bizmi ularni yo'qlab bordik. Marziya, Habiba, Osimlar bilan davomli berish kelish qilishib yurib, do'stlarimmi ko'paydi. Ular menga qo'ldan kelishicha yordam qilib turadi. Menmi ularning yordamiga qo'limdan kelishicha javob qaytarishga tirishatdim. Yaqinqi bir necha yillik turmushim menga reallikning naqadar rahimsiz ekanligini, hayotda sinoqdan o'tgan samimiy do'stlarsiz, ya'ni boshqa ko'plagan oq ko'ngil kishining yordamisiz yashashning naqadar qiyinligini his qildirgaydi. Men ashu yillarda menga yordam qilgan do'stlarimni, tunush va notunush nurg'un kishini yilimi cho'nqur minnatdorlik bilan eslab turaman. Do'stlarim va ahvolimdan xabardor kishilar, "Hadiya, biz sana qoyil, sen ching turib yoshiding, 3 balani yaxshi biqib, bir uyni cho'rgilatding. Xizmatsiz, yor yo'laksiz bir ayolning notunush shaharda bundaq yashmig'i osonga tushmaydi. Sen haqiqatan qaltis ayol jumu" deyishidi. Nədimi qaltis bo'lay? Amaliyotda menmu bir oddiy ayol. Meningmi qayg'urgan, umidsizlangan, nima qilishimni bilolmay g'angirab qolgan vaqtlarim ko'p bo'lgan. Men u yillarda texi andila 31-32 yoshlarga kirgan yosh ayol edim. Meni yaxshi ko'radigan, hayotning agri to'qay davollarida kuchli qo'llari bilan yo'laydigan, qayg'urganimda bag'riga besib tasalli beradigan erimning yenimda bo'lishini orzu qilatdim. Ammo u kunlarning qachon keldiganligini bilmaydim. Yalg'iz ishqa ketayotgan yoki qaytayotgan chaqlarimda, uyqusiz kechalarda Mas'udni shunchalik seg'inatdim. Bolalarim, "Oppa, dadam nemish kelmaydi?" deb so'rgan chaqlarda yig'ilib tas qalatdim. Janubdagi suv ombiri qurilishida tepib olgan bel og'rig'i, ya'ni umurtqa yaldug'i meni doim qiynab turadi. Kichik bolamni tuqqanda qolgan bir asorat tufayli eg'ir ish qilgan chaqlarda xunsirab ojizlab ketdim. Lekin har qatim belimni ololmay yetib qolgan chaqlarimda bolalarimni o'ylab belimni lati bilan ching tingib o'rimdan qopib ketdim. Chunki ular menga qarashliqda. Faqat bo'lolmaganda dori yeb, ukol soldirib turib ishlaydim. Ishqa berib kelguncha yenimdan ayirmaydigan bir xaltam bor edi. Uningga yo'ldin, eriq bo'yi etiz qirlaridan o'tun, yog'och terib uyga borguncha xaltin to'shqizatdim. Kishilar ishlatmaydigan uvoq ko'mir ham chala ko'ygan ko'mir uvoqlarini so'rab ilib oz to'la seg'iz bilan aralashtirib janubda ugunib olganim bo'yicha pomzak ko'mir yasaytdim. Oshxonamga yo'ldan targan o'tinlarim bilan yasag'an pomzaklarimni qator ratlik tizvatganimga qarab qo'shnilarimmi hayron qoladi. Ba'zida pomzaklarimni opirib ishiltib boqadi. Uning gurildab ko'ygunni ko'rib qoyil bo'lishadi. Lekin cho'ng-cho'ng ko'mirlarni ishiltib odatlangan bu odamlar mendek loy etib pomzak yasab yurishni avorchilik deb qaraydi. Men bo'lsam boshqalar ishlatmaydigan narsalarni ishiltib pul tejaytdim. Bu yillarda Mas'udmu yolg'iz yashab ko'p jafo chekdi. U maoshini tejab ishiltib, ota-onasiga yordam qilgandan boshqa bizgimi oyma-oy pul avatib turadi. Bu pul ko'p bo'lmasa-mu biz uchun nihoyat zo'r madad edi. Ajrimga yarasha turmushimizmi xeyli yaxshilanib qoldi. Qiyin ota, qiyin onalarim uyimga kelganda polo yoki go'shtnon etib, qaymoqliq choy berib, oxirida ugri etib chiroyli ustalaydigan bo'ldim. Qiyin onam, "Hadiyaning qahrimi, zahrimi bor. 3 bolasini chiroyli boqdi. Qani qaysi ayol shunda qila oladi? Men uningdan u dunyo, bu dunyolik rozi" deb meni boshqalarga maqtab beradi. Men ishlagan yerlardagi kishilar mening jafoliq ishlashlarimga qarab har xil faraz qilishgan ekan. "Yop-yoshlar ayol ekan,
Qachon qarsa beshini ko'tarmay ishlab turdi ekan. Chiroyliroq yasinib yurishnimi bilmaydi ekan. Qirg'onda eri yo'q bo'lsa kerak. Bir dardi bor ayolda qiladi. O'zig'u xil qalmashqan ekan bo'lmasa. Bir chekib boqamdiq, ichib pushib yurgan bo'lsa. Darvaqa oldimni to'sib gap qilganlar, yaqinchilik qilishga urinib boqqanlar, keynimga kirib olganlar xeyli chiqdi. Oshxonada ishlayotgan vaqtimda doktorxonaning oshpizi tamakisini kuchab tortib, ko'zimning ichiga ba'zida qarab turib oladi. Oxiri chidamay, xalqlarning gapini qilgan bo'lib, dartimlab shundoq adabini berdimki, keyin menga qarashqimi petinolmay yurdi. Bir ikkisining dakkisini ana shundoq berganimdan keyin qolganlari mendan tap tortadigan, hatto hurmat qiladigan bo'lib qilishqa edi. Endi Keremning hayot kechirmishlarining 5-chisi keldik. Oldin qismda biz Keremning jazo muddatini o'tash uchun dalada amgak qilayotgan yerlarini o'qib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. 17 yosh vaqtlarimda o'zimni ko'kda parvoz qilayotgan dengiz lotchini hisoblab, yo'limda duch kelishi mumkin bo'lgan dahshatli bo'ron chapqinlarni, hech qanday bir jonli hatto uchar qanotlarmi o'tolmaydigan tilsim tog'larni ko'z oldimga keltirib yurgan chog'larimda, yaratquchi og'izdan sut purab turgan mendek bir hardam xiyoldan ta'sirlandimi yoki qani qanday qilarsankin deb meni sinab boqmoqchi bo'ldimi, tilikimni bajo keltirib, meni qanot quyruqi bo'g'ishlangan mahbus holatiga keltirdi. Menga bu dunyoning zulm, adolatsizlik, azob oqibat va bequvvatligini to'liq ko'rsatdi. Albatta men yolg'iz emas edim. Fani olamning do'zaxi deb atalgan turmalarda men o'zimga o'xshash nurg'un kishilar bilan billa bo'ldim. Ilgari mahbus desa rahimsiz, zo'ravon, qonxo'rlar, razil, makkor, odimiy hayvonlarla ko'z oldim keladi. Biroq men u yerlarda chaylangan, burumlangan odimiyliknila emas, eng tabiiy insoniy fazilat ham his tuyg'ularnimi, amalsizlik, taqdirga tan berishla emas, qorong'ulik ichida chiroqda yenib turgan yuraklarni ko'rdim. Men u yerlarda turli-tuman odam bilan uchrashib, kishilik hayotning ochiq qismatlarini va kishilarga ayon bo'lmagan bulung pushqoqlarini tushunib yetdim. Men uchratgan yaxshi-yomon odamlarning hammasi men uchun o'qituvchi bo'ldi. Normal ahvolda men bularni umrvoyat o'ginib bo'lolmagan bo'latdim. Turma sirtida 1000 yosh umr ko'rsammi, hayotni, jamiyatni bir qadar atrofli tushunib yetolmagan bo'latdim. Ammo ajablanganim, shu kechirmishlarimning ruhimni betqandan boshqa tabiatimni hech qancha o'zgartirmaganligi. Men hozirmi shu chog'larimdagidekla qaram, hardam xiyol, jahonga boqmaydigan, tayyor huzur holatidan bahramand bo'lishni bilmay, o'z-o'zimga g'am tepib yuradigan bir ahmoq. Ammo bir aql topmadim. Hech narsa o'rganmadim deganlik emas. Yuqorida aytgandek, u yerda o'rganganlarim haqiqatan haddi hisobsiz. Tarim emgak bilan o'zgartish maydonida siyosiy jinoyatchilar va odatdagi jinoyatchilardan tuzilgan bo'z yer o'zlashtirish atratlari, biliqchi choruvchilar atratlari bor edi. Men dastlabda bo'z yer o'zlashtirish atratiga bo'lindim. Hamrohlarim, boshliqlarim, yatakdoshlarimning ko'pi ziyolilar bo'lib, ularning ba'zilari hatto nihoyat dongli kishilar edi. Ular bilan tanishdim. Tasalli ilhomlariga, ta'limlariga erishdim. Ular bilan aka-inidek yaqin o'tdim. Bo'libmi, Urumchidagi turmada bir necha yil billa bo'lgan bir ustozimni bu yerda uchirtib qolganimda, xuddi yaqin qeyrinishimni uchratgandek xushal bo'lib ketdim. U mening ma'naviy to'rikim, o'ng'izsizlik ichidagi yetakchim edi. Ayni yillarda men uningdan madad elib, qaysarlik bilan yashashni, umidvorlikni o'rgangan. U o'tira bo'y, tambal, ikki mangzi qip-qizil kelgan odam edi. Her bir eg'iz so'zidan bir farosat, bir hikmat to'kiladi. U hech kimning yordami va maslahatini olmaydi. Ayni chaqda men uning kimligini so'rsam, ko'ni mahbuslar menga men burundala nomini biladigan, bir ko'rishni orzu qiladigan bir kishining ismini aytishdi. Shu chaqda men yaratquchning tilikimni shu yerda, shundoq shaklda amalga oshirganligidan hayron va has bo'lgan edim. U kishi mening she'r yozganligimni anglab menga qiziqib qoldi. Beşimden o'tgan ishlarni astoydil anglab bo'lib, bu yo'lning o'zimi besib o'tgan yo'l ekanligini,
Biz buninglik bilan hech qanday ishni o'zgartirmasakmi, ashundaq ahmoqona ishlarni qilish va uning jazosini tortishning ba'zi odamlarning peshonasiga putilganligini, bu xuddi Greek afsonalaridagi insonlarga o't o'g'irlab bergan Prometeyning qiya toshga bog'langanligini, bir och burkutning har kuni uning yuragini cho'qilab oziqlanganligidek ish ekanligini, lekin bu insonning ulug'ligi va fazilatining, shundoqla bu ulug'lik va fazilatga yetishning mushkulligining isboti ekanligini aytgan. Uning bu so'zi meni cho'nqur o'ylarga cho'mdirib, qalbimga unutilg'isiz bo'lib o'rnashib qolgan. To'ytimizni qayta ko'rganda u intayin xushal bo'ldi. U bizni mening ufqlarim deydi. Bizmi uni Arif aka deydik. U biz bilan yonma-yon ishlaydi. Ochlik, horg'inlik chekiga yetib, holimizdan ketayotganimizda uning "Bardoshlik beringlar ufqlarim, qaysar bo'linglar, g'ayrat, g'ayrat" degan ovozni anglaydik. Uning ovozida qandaqdir sehriy kuch bor ekan. Kishining quloq tuydan ketmaydigan shu ovoz o'mlayotgan, yetib qolgan, o'ltirib qolgan odamlarni tik turg'izib yetalaydi. Odamlar uning vujudidan, so'zlaridan umutsizlik, jafo mushaqqat ichida qaysarlik, umidvorlik bilan yashashning ulgusini ko'radi. U mushu fani do'zaxda umrvoyat yashash peshonasi putilgan odam edi. U rohat farog'at ichida tinch turmush kechirishdan voz kechib, mushu xil hayotni tanlagan odam edi. U bu yerdagi hammaga ko'nik edi. Hech qachon voysimaydi. To'xtamay fikr, mulohiza qiladi. Bu yerdagi har bir ishdan cho'nqur falsafiy yakun chiqaradi. Kishilar uning so'zlarini birda tushunib, birda tushunmaydi. U ba'zida o'zi bilan o'zi gaplashadi. Ba'zilar uni sarong deydi. Yana ba'zilar Uyg'urning ichidagi eng aqlli, eng vijdonli odam deydi. U hammadan zo'q elishni biladi. Har kuni ko'z oldimizda quyilib turadigan tragediya va komediyalardan, ko'z yosh kulgilardan, qushlardan, ziroatlardan, mo'ldirdan, yovu gullardan, hammadan aql, manfaat va zo'q oladi. Hatto hasrat ichidami xushalliqqa erishalaydi. U yetishgan shoir edi. Shundaqla men umrimni uchratgan eng xolis, mas'uliyatchan ustoz, ijtimoiy tabiiy fanlar, iqtisod, siyosat, ilohiyat va qonun, xalqaro munosabat qatorliq sohalarning qaysidan so'z ichilsa, tren atrofliq bilimini namoyon qiladigan yetishgan olim egisi edi. Uningda bir yetakchi, yo'lboshchiga xos sehriy kuch, keng nazar va donolik bor edi. Uning kundalik gazetni o'qib, tahlil qilishlarini dars anglagandek qiziqib anglaydik. Adabiy asarlar to'g'risidagi tahlillari biz ko'ngan tahlil usuliga o'xshamasimi, uningga qoyil bo'lmay turolmaydik. Arif aka bilan tanishishim va do'stligim meni she'rga bo'lgan tonish va she'riy mahoratda yanama yetildirgan edi. U she'rni ancha-muncha yezib qo'yadi. Ba'zida talab qilib turilishim bilan ilgirki she'rlarini ko'rsatdi. Uning she'rlari sudek ravon, qarmoqqa oddiy, ammo ma'nisi cho'nqur edi. Tuzlik, soddalik orasiga keng va cho'nqur ma'no. Suning tegidagi qimmatbaho toshlarda kelinjab turadigan go'zallik va rangdorlik yoshiringan bo'ladi. Uning vazniga yetgan odam o'qigan sari zo'qlanib, ixtiyorsiz opirin aytmay turolmaydi. U she'rning sirliqligiga tan beradi. Zo'r qilib yezishni yoqtirmaydi. Ilhom bir xil, ilohiy qudrat deydi. Shakl bilan ma'no birlashgan eng mukammal she'r ko'pincha tasodifiy ilhomning qudrati bilan ko'zi yumib ochqicha putib chiqadi. Ba'zida ustoz zargarninkidek inchika, tartiblik, zil, mehnat orqali vujudga chiqadi. Har ikkisining zo'qi boshqa deydi. Odam turmushda qanoatchan bo'lish kerak, ammo ilmdagi qanoatchanlik ajallik ojizlikdir. Bu uning og'zidan tushirmaydigan so'zi edi. Uning ayni chaqda itizda ishlab o'tib, g'izo yeb o'tib, yo'lda ketib o'tib qilgan so'zlarini hozir aslasam, to'pa orasiga tashlab qolgan bebaho uncha marvoyatlarni yig'ib olgandek shodlanib ketaman. Yoshliqim, tantakligim tufayli uning ba'zi ta'limlarining ma'nisiga haqiqiy yetolmaganligimdan o'kinaman. Ayni chaqda u mening barmoq vaznida yozilgan she'rlarimni ko'rib, meni aruz vaznida yozishga da'vat qildi.
va menga aruz vaznini o'g'itish uchun maxsus bir qo'llanma darslik tuzib chiqdi. Men uning qo'lma-qo'l o'g'itishi bilan bu xil she'r shaklini tez o'rganib oldim. Bu darslik mendan boshqa ko'plagan she'r havaskori uchunmi esil qo'llanma bo'ldi. Xeyli ko'p shoir va havaskor aruz vaznini ashu yerda, ashu qo'llanmadan haqiqiy o'rgandi va umrvoyat aslidan chiqarmadi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.